Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun navbatdagi Istanbulga pechat darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Navoiy viloyat Karmana tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Darvozamiz razmerlari keladigan bo'lsak, eniga 420, bo'yiga 360 bo'lgan ilk qavatli varianti bo'lgan Istanbulga pechat darvozamiz. Shumkali varianti bo'lgan. Darvozamizni qator materiallar bilan tushuntirib o'tadigan bo'lsam, yondor qismlari 10 ikkilik stenada qilib berganmiz. Tagi tomonlari o'rlashildi. Ichki tomondagi profillar 6x4, 1.7 stenada. Listining qalinligi 1.3. Lamohlarga alohida ahamiyat beramiz. Gelik. Darvozamiz ilk qavatli variantda orqa tomoni tekis bo'lib chiqadi. Utupleni shumkali variantda bo'lib chiqadi. Aka, darvoza yoqdimi? Yaxshi, zo'r. Yaxshimi? Buyurib nasib qilsin aka. Harakat oting, rahmat. Ha. Kimga shunaqa bejirim darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Navoiy viloyati Karmana tumani O'zbegim to'yxonasining oldida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.